Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum ko'rsatuvimizning sadoqatli muxlislari. Yana bir mavzu bahsiyle siz nima deysiz tok showsini boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz dolzarb, ko'pchilikda tug'ilgan savollarga mutaxassislar tomonidan javoblar olinadi degan umidda bugungi mavzuyimizni e'lon qilamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz nima uchun yangi qurilayotgan ko'p qavatli turar joylardagi kvartiralarning egalari kadastr hujjati ololmadilar deya nomlanadi. Ma'lumotlar uchun marhamat barchangizga. Bu endi shaxsiy o'zimni nimamdagi savolim. Albatta, marhamat. Mana masalan, bizning tashkilotimizda 5 yil bo'ldi faoliyat ko'rsatayotganiga, ochilganiga 5 yil bo'ldi. Endi bu axborot kutubxona markazi. Endi bu prezident qarori bilan ochilgan tashkilot va undan tashqari bizga hozirgi paytda vaqtinchalikda berilgan bo'lgan bu binoyimizda nima hokimning hokimining qarori bor. Shu yerda faoliyat ko'rsatilishi mumkin degan, lekin bizani tashkilotimizning kadastri nima Choponota mahalla nimasida komitetini nima tasarrufida uni kadastri ularda. Biz endi ikki tomonimiz shartnoma bilan bu tashkilot nimada o'tiramiz. Tashkilotimiz faoliyat ko'rsatadi shu yerda. Endi men bitta narsa aytmoqchi edim. Shu bizda endi qarorimiz bor. Shuni o'zimizga olsak bo'ladimi, yo'q shu shartnoma asosida o'tirishimiz kerak? Albatta bu ham bir muammoli narsa-da. Shuni surishtirgim kelyapti. Bunaqa muammolar faqat sizda emas, juda ko'p tashkilotlarda bor. Chunki tumanlarda, tuman markazlarida qaysidir tadbirkor bitta klinika quryapti yoki boshqa quryapti-da, o'shani yonidan ikkita xonasini yoki uchta xonasini kutubxonaga yoki mahalla qo'mitasiga alohida qilib ajratib beryapti xonasini. Unaqa paytda siz o'sha binoni umumiy kadastri qilib bo'lingandan keyin sizga alohida kadastr qilib berishlari mumkin kadastr qo'mitasi menimcha. Oydinlik kiritasiz, marhamat. Savolga men aniqlik kiritmoqchi edim. U bino kimning balansida turgan bino? Alohida bitta tashkiloti balansida turgan bino, xonasi kadastr hujjatlari mavjud. Choponota mahalla fuqarolar yig'ini. Kadastr hujjatlarida bizga huquq belgilaydigan hujjatlar taqdim etilgandan keyin 2-3 kunida biza ro'yxatdan o'tkazish amalga oshiriladi. Bizga balansdan balansga o'tkazish haqidagi tegishli qaror va topshirish qabul qilish dalolatnomasini ilova qilgan holda ariza berilsa, biz 2-3 kun ichida ro'yxatdan o'tkazib beramiz. Qarorda ko'rsatiladi o'sha siz aytgan maydonlari, avvalgi balansda saqlovchi, yangi qabul qilib oluvchi ko'rsatiladi va topshirish qabul qilish dalolatnomasida binoni qancha qismi sizlarga topshirilganligi ko'rsatiladi. O'sha maydonlari bo'yicha kadastr o'zimning qo'limda o'sha. Tushunarli. Davlat xizmatlari markazi yoki go.uz sayti orqali ariza bersanglar, davlat ro'yxatdan o'tkazib beriladi. Hujjatlarni juda ko'plari hali ruschasi aytganda poddelkalari ham juda ham ko'p ekan. Qalbaki. Qalbakilari ham ko'p. O'shani qalbaki emasligini qanday ajratib olish mumkin? siz anu nimangizda hozir aytib o'tdingiz-da, ijtimoiy tarmoqlardan bilishimiz kerak demakda, ularni juda ham qalbaklari ham ko'p-da. Agarda haqiqatdan ham qalbaki hujjatlar sezib qolsangiz, bu paytda sudga murojaat qilish mumkin va huquq targ'ibot organlariga murojaat qilish mumkin. Keyin Gulchiroy hozir savoli oxirigacha yetmadi. Bular so'rayaptilar, haqiqatdan hujjatsiz qurilgan uylar nima bo'ladi? Mana men eshitganmanki, ko'p qavatli uy, 5 qavatli uy hujjati yo'ligi aniqlanib, endi qattaligini aytmaymiz, o'sha aniqlanib biz tishgan anaqalari ham bo'lgan ekanda. Holatlarda. Shuning uchun yana bir marta qaytaraman, mavzuyimizga hujjatlarni ko'rib, huquqiy ongimizni oshirib, tekshirib, keyingina uyga qiziqib olish kerak. Endi Gulchiroyning savollari